Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Firuz opa keldi. Sog'lig'ingiz, salomatmisiz? Rahmat. Allohga shukr. Oxirgi 2-3 oy davomida muntazam hamma videolaringizni har kuni o'sha chiqqan paytda ko'raman desam ham xato bo'lmaydi. Juda ham sizga nisbatan ixlosim, sizga nisbatan hurmatim oshdi. Rahmat. Juda ham siz hozirgi kunda, bugungi kundagi shu blogosferada bo'lib o'tayotgan holatlarda, hodisalarda biz bilan bir safda ekanligingizdan juda ham xursandman. Endi bu Otabek Hamidov, Otabek Jo'rayevlarga keladigan bo'lsak, har kuni chiqib meni chaynatganni, qolaversa sizni, mana Temur raisni yo bo'lmasa boshqa xullas kalom ularga qarshi bo'lgan yo bo'lmasa ularni fikr bilan yurmayotgan odamlarga qarshi gapirayotgan gaplari boshqalarini har kuni ko'rib boryapmiz. Har efirlarimni ko'rganda juda ham asabiylashamanda. Keyin zo'rg'a o'zim bosishga harakat qilaman. Qarang, mana shu 4 yillar oldin xo'p, men u aytyapti, bu 2 yil uydan chiqmadim deyapti, 2,5 yil uydan chiqmadim deyapti. Biz bilamiz palonchi deyapti, lekin men o'sha 2,5 yil davomida uni absolyutno biror marta ko'rmaganman. Umuman juda ham ko'p yolg'on ma'lumotlar berish, obro'sizlantirish, shaxsimga, sha'nimga qasddan kamsitish holatlari bo'layotganligi bo'yicha qanday yo'l tutish to'g'riroq deb hisoblaysiz siz? Endi qonuniy tarafdan endi bilaman, ozmi ko'pmi harakat qilyapmiz. Mana shu diniy desam balki sal xato bo'lar. Umuman qanday yo'l tutish to'g'riroq deb hisoblaysiz? Xo'p, aslida siz ayol kishisiz, farzandlaringiz bor, maqsadingiz bor, g'oya bilan yashayotgansiz. Ya'ni bir ma'noda oilada baxt uchun harakat qilayotgan, hamin qadar baxtga imkon qadar erishib yoki yo'l yo'lakay yana shu harakat qilib yurgan odamsizda. Lekin sizni qarshingizda turgan odamlarning jamiyatda o'rni yo'q. O'rni yo'q odamlar, masalan, ko'pchilik bundan ham so'raydi. Bu bahs taktikasida o'rgatiladigan narsa. Nimaga siz shular sizga shuncha negativ bor, asabiylashmassiz deydi. O'shanda o'sha taktikada o'rgatadiki, masalani shaxsiylashtirmaslik kerak deydi. Shaxsingizga nisbatan aytilayotgan gaplar ular tomonidan mag'lubiyatni tan olish hisoblanadi. Ya'ni shaxsingizga yo'nalgan zahoti u ularning mag'lubiyati. G'oyangizga agar gapirsa, raddiya bering, gap yo'q. Endi shaxsingizga qarata kamsitishlarni aytayotganda o'zingizga olmang. Olmasangiz, ya'ni e'tibor bermasangiz, kulib qo'ysangiz, bu katta zarba bo'ladi ularga. Shaxsingiz haqida sizga nisbatan kamsitishlarni qilayotganda agar siz reaksiya bildirsangiz, yana ko'paytiraveradi. Go'yoki shundan ta'sirlanyapti bu degandek. Shu joyda e'tiborga olish kerak, kim san deyish kerak. Jamiyatda nima o'rni bor? Bularning hayotini men to'g'risi bularning hayotini olib chiqishlik tarafdori emasman o'zi. Lekin o'zlari olib chiqyapti hayotini. Ya'ni, "Voy, buni tarqatma" desam, "Yo'q" dedi-da, hattoki o'sha salfetgacha tarqab ketdi. Bu sharmandalik bu. Hayoti shu darajada parokanda bo'lib ketgan ekanki, ularni o'shanga bizni yomon ko'rar ekan. Bizni baxtimizni o'shaning uchun ko'ra olmaydi bular. Bizni oilamizdagi baxtimiz, jamiyatdagi o'rnimiz, atrofimizdagi muvaffaqiyatlar bular ya'ni alamini qo'ziydi. O'shanga shayton ularga vasvas qiladi, hujum qil, haqorat qil, anaqasini tarixini eslat, undan deyaveradi. Siz bilan biz bularni gapini e'tiborga olmasligimiz kerak. Bir ya'ni obro'si bo'lsa ekan, sizga teng bo'lsa ekan, uning gapini e'tiborga olsangiz. Tashabbus kerak. Endi qonuniy asosda shunaqangi ishlar jazosini qo'llash mumkin desa, endi bu ixtiyoriy. Masalan, erkak kishini hech qachon yozmayman. Ayol kishi haqqi bor, yozsa yozar. Qonuniy jazosini so'rab olaman desa, mumkin. O'rningiz bor oldingizda, katta bo'lyapti. Ertaga inshaalloh u sizni himoya qiladi.
Bular o'sha sizni himoyangiz yo'q deb o'ylayapti-da. Yo'q, sizni davlat himoyangizda, sizni erkaklar, rijollar, mardlar himoyangizda turadi. Sizga o'xshagan odamlarni, ya'ni vijdon tarafida turgan, iymon tarafida turgan ayollarni bunaqangi shaxsiyatiga tegish o'ta pastkash odamlarning ishi. Payg'ambar alayhissalom hadislari bor. Aytadilarki, "Va ma akramahunna illa karim, va ma ahanahunna illa laim" deganlar. Ya'ni o'sha pokiza, iymon, vijdonli ayollar haqida. Ayollarni hurmat qilish qalbi urug' odamlarni ishi. Ayollarni kamsitish pastkashlarning ishi deganlar. Ya'ni karim degani oliyjanob odamda, oliyjanob odam ayolni hurmat qiladi. Chunki ayol ojiza. Ojizalarni hurmat qilish uchun oliyjanob inson bo'lish kerak. Ojizaga bunaqangi negativ, bunaqangi pastkashlik to'xtamasdan video qilaverish uchun o'ta pastkash bo'lish kerak-da. O'shani e'tiborga oling, xursand bo'lasiz va pastkashlar menga qarshi ekan deysiz, ko'zingiz yashnaydi. E'tibor bermang. Siz bir qancha vaqt muqaddam o'sha uzr so'rayman degan gapingizdan juda ham xursand bo'ldim. Haqiqatan ham ich-ichimda bir nimalardir taskin topdi. Aynan mana shu gapingizdan ular ilmoqlanib shu paytgacha agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bir necha marta qayta shu narsani eslatib, hammang birgasan, boshqasan, palonchisan, pistonchisan. Endi haqiqatan ham domla masalan siz va mana Temur yo bo'lmasa boshqa Gulnur Komilovni boshqa xullas kalom safimizda turgan odamlar ular haqida to'liq ma'lumotlar bilishmas balki-da, lekin men ular haqida keragidan-da ortiq bilaman. Lekin men shu holatda ham ularni masalan shaxsiyatiga tegishni xohlamayapman. Ularni masalan oilaviy holatiga tegishni xohlayapman. Ular shu kungacha qilib yurgan pastkashligi, nodonligi, o'sha aynan masalan meni aybdor qilib hozir meni yuzimga qayta chaqirishga harakat qilgan narsasini ular har kuni qilib yurishini mendan da ko'p biladigan odam yo'q o'zi aslida. Lekin men ularga shu haqida gapirmayapman. Ular bo'lsa aynan shuni qayta aytib, ular xuddi shundan rohatlanib mazza qilayotganday. Boshqa yo'li qolmadi ularni. Shunday. Boshqa yo'li yo'q. Salomat bo'ling. Umringizda bo'lsin. Rahmat domla. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilmingizni Alloh ziyoda qilsin. Amin. Alloh foydali qilsin.